Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni oddiy tilda tushuntirib beraman. 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun to'lanadigan qo'shimcha summa qachon 4 ming so'mgacha oshadi? Bu pul hammaga beriladimi? Kimlar kutishi kerak? Kimlar esa hozirdanoq hujjatlarni tekshirtirishi zarur? Bu ma'lumot faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlari, nevaralari, vasiylari va qarindoshlariga ham tegishli. Chunki amalda ko'p keksalar o'z haqini bilmagani uchun pulni vaqtida olmaydi. Hujjatdagi bitta xato sabab oylar davomida ortiqcha sarson bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men qaysi holatda 4 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov chiqishi, qaysi holatda chiqmasligi, qayerga murojaat qilish, qanday hujjat kerakligi va eng ko'p uchraydigan xatolarni alohida tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Bu ma'lumotni ota-onasi yoki buvisi bobosi pensioner bo'lgan yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Men avvalo eng asosiy narsani aniq aytaman. 75 yoshdan oshgan barcha pensionerlarga avtomatik tarzda bir xil qo'shimcha pul beriladi deb o'ylash noto'g'ri. Amaliyotda odamlar ko'pincha sarlavhani ko'radi. 70 pullik pensionerlarga summa 4 ming so'mgacha oshadi. Keyin esa demak, onam 76 yoshda ertadan 4 ming so'm qo'shilib tushar ekan deb xulosa qiladi. Aslida esa bu yerda bir nechta shart bor. Birinchidan, gap odatda pensiyaning o'zi haqida emas, balki pensiyaga qo'shimcha to'lov, kompensatsiya yoki parvarish bilan bog'liq qo'shimcha yordam haqida ketadi. Ya'ni pensionerning asosiy pensiyasi alohida hisoblanadi. Ish staji, oylik daromadi, pensiya tayinlangan vaqti indeksatsiyalar bo'yicha. 4 ming so'mgacha degan summa esa asosiy pensiyaga qo'shiladigan alohida to'lov bo'lishi mumkin. Shu sababli pensiyam 4 mingga oshar ekan bilan qo'shimcha to'lov 5 ming so'mgacha bo'lar ekan degan gap bir xil emas. Ikkinchidan, bu qo'shimcha to'lovning qachondan oshishi masalasida ham ikki xil vaziyat bor. Agar normativ hujjatda aniq sana ko'rsatilgan bo'lsa, masalan, ma'lum bir oyning egin sanasidan boshlab deyilgan bo'lsa, unda oshirilgan miqdor shu sanadan keyingi pensiya to'lovida aks etishi kerak. Lekin amalda to'lov oyning boshida, o'rtasida yoki plastik kartaga tushish jadvaliga qarab biroz farq qilishi mumkin. Ya'ni huquq bir sanadan boshlab paydo bo'ladi. Pul esa pensiya to'lovlari bilan birga keladi. Uchinchidan, 75 yoshga to'lishning o'zi ham to'lovni o'sha kuni boshlab beradi deb tushunmaslik kerak. Pensiya tizimida ko'pincha to'lovlar keyingi oy tegishli hujjat kiritilganidan keyingi hisob-kitob davri yoki tayinlash qaroridan keyin amalga oshadi. Masalan, otaxon 12 may kuni 75 yoshga to'ldi. Agar qo'shimcha to'lov faqat yoshga bog'liq bo'lsa, u holda hisoblash tartibiga qarab iyun oyidan ko'rinishi mumkin. Agar tibbiy xulosa yoki ijtimoiy holat ham talab qilinsa, hujjatlar topshirilmaguncha avtomatik to'lov chiqmasligi mumkin. Avval pensionerlarning qo'shimcha to'lovlari bo'yicha eng katta muammo shaffoflik yetishmasligi edi. Odamlar falon qo'shnimga qo'shimcha pul tushibdi, menga nega tushmadi deb savol berardi. Lekin qo'shni bilan sizning vaziyatingiz bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimdir yolg'iz yashaydi, kimdir farzandlari bilan birga ro'yxatda turadi. Kimdir o'zgalar parvarishiga muhtojligi bo'yicha tibbiy xulosaga ega, kimdir esa faqat yoshi katta bo'lgani uchun parvarishga ehtiyoj sezsa ham hujjatini rasmiylashtirmagan. Kimdir 75 yoshdan oshgan. Lekin nogironlik yoki parvarish bo'yicha alohida maqomi yo'q. Shuning uchun to'lovlar farq qilgan. Hozirgi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shundan iboratki, keksalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ayrim to'lovlar miqdorini oshirish, ularni aniq toifalarga bog'lash va yordamni manzilli qilish masalasi kuchaymoqda. 4 ming so'mgacha degan ibora ham aynan shuni anglatadi. Hamma uchun bir xil va kafolatlangan 4 ming so'm emas, balki belgilangan toifa va shartlarga mos keladigan pensionerga qo'shimcha yordam miqdori shu darajagacha yetkazilishi mumkin. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling. Bir mahallada 2 nafar 66 yoshli ayol yashaydi. Birinchisi farzandlari bilan birga turadi, uyida parvarish qiladigan odamlari bor. O'zi pensiyasini oladi. Tibbiy xulosaga ko'ra doimiy parvarishga muhtoj deb topilmagan. Ikkinchisi esa yolg'iz yashaydi. Yurishi qiyin, dori-darmonini olib kelish, kommunal to'lovlarni to'lash, ovqat tayyorlashda yordamga muhtoj. Bu holat mahalla va tibbiyot tomonidan rasmiy tasdiqlangan. Ikkalasi ham 75 yoshdan oshgan. Lekin qo'shimcha to'lov bo'yicha ularning huquqi bir xil bo'lmasligi mumkin. Mana shu nuqtani tushunish juda muhim. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa,
4 ming so'mgacha oshadigan summa qaysi to'lov ekanini aniqlang. Bu asosiy pensiyami, ustamonmi, kompensatsiyami yoki parvarish uchun yordammi? Chunki har birining tayinlash tartibi boshqa. Asosiy pensiya jamg'armasi orqali hisoblanadi. İjtimoiy yordam yoki parvarish bilan bog'liq ayrim to'lovlarda mahalla inson ijtimoiy xizmatlar markazi, tibbiy muassasa yoki boshqa vakolatli tashkilotlar ham ishtirok etishi mumkin. Ikkinchi narsa, 75 degan toifa yosh chegarasini bildiradi, lekin bu yagona shart bo'lmasligi mumkin. Masalan, 75 yoshdan oshgan pensionerlar orasida sog'lig'i yaxshi, o'z harakatlarini oladigan, farzandlari bilan yashaydiganlar bor. Yana shundaylar borki, ular ko'zi yaxshi ko'rmaydi, oyoqda yurishi qiyin, yotib qolgan, dori-darmonga muhtoj. Uyda yolg'iz. Davlat yordami ko'pincha eng avvalo ikkinchi toifadagi fuqarolarga qaratiladi. Shu sababli men 75 yoshdaman. Demak, menga DERD-EXMing berilishi shart deb emas, men qaysi toifaga kiraman, hujjatim to'liqmi deb tekshirish kerak. Uchinchi narsa, to'lovning oshishi e'lon qilingan sana bilan pulning kartaga tushgan sanasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, yangi miqdor bir sanadan amal qiladi. Lekin pensioner pensiyasini har oyning 10 kunida olsa, qo'shimcha pul ham shu atrofda tushadi. Ayrim hollarda tizimda qayta hisob kitob bo'lsa, farq keyingi oyda qo'shib berilishi mumkin. Shuning uchun birinchi kuniyoq pul tushmadi. Demak, bermayapti deb vahima qilish kerak emas. Lekin 2 oy o'tib ham hech qanday o'zgarish bo'lmasa, albatta murojaat qilish kerak. Keling, aniq vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. 78 yoshli otaxon 1.200.000 so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashamaydi. O'g'li va kelini bilan bir uyda ro'yxatda turadi. Sog'lig'i yoshiga yarasha, lekin doimiy parvarishga muhtojligi haqida tibbiy xulosa yo'q. Bunday holatda u asosiy pensiyasini indeksatsiya qilingan tartibda olaveradi. Lekin 7.000 so'mlik qo'shimcha to'lov unga avtomatik tushmasligi mumkin. Chunki shart faqat yosh emas, balki to'lov turiga qarab parvarish, yolg'izlik, ijtimoiy ehtiyoj yoki boshqa mezonlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, 2 yoshli onaxon 9.000 so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. Mahalla uni yolg'iz keksa sifatida ro'yxatga olgan. Tibbiy xulosada muntazam yordamga muhtojligi ko'rsatilgan. Avval unga qo'shimcha to'lov kamroq miqdorda berilgan bo'lsa, yangi tartib kuchga kirgandan keyin bu to'lov tirdimati 1000 so'mgacha oshirilishi mumkin. Natijada u oyga 900.000 pensiya va qo'shimcha 2.000 so'm olsa, umumiy tushumi 1.300.000 so'm bo'ladi. Bu juda katta boylik emas, lekin to'g'ri, oziq-ovqat va kundalik ehtiyojlar uchun sezilarli yordam. Uchinchi misol. 25 yoshga yaqinda to'lgan pensioner ayol pensiyasini kartadan oladi. U 20 avgust kuni 25 yoshga to'ldi. Qarindoshlari sentabr oyida darrov qo'shimcha pul kutadi. Lekin uning hujjatlarida yashash manzili eski. Pasport ma'lumotlari yangilanmagan. Mahalla ro'yxatida ijtimoiy ehtiyojmand sifatida ko'rinmaydi. Natijada tizim avtomatik ravishda to'lov tayinlamaydi. Bu yerda ayb davlat bermayapti degani emas. Balki hujjat va maqom aniqlashtirilmagani bo'lishi mumkin. Shuning uchun 75 yoshga to'lgandan keyin birinchi ish hujjatlarini tekshirish bo'lishi kerak. 4-misol. 9 yoshli pensioner otaxon nogironlik bo'yicha ham pensiya yoki nafaqa bilan bog'liq huquqlarga ega. Unga bir nechta to'lov bir vaqtning o'zida chiqishi mumkinmi? Bu eng ko'p beriladigan savol. Javob shuki. Har bir to'lovning o'z qoidasi bor. Ba'zi qo'shimchalar bir-birini inkor qilmaydi. Ayrimlari esa bir xil maqsadga berilgani uchun bir vaqtda to'lanmasligi mumkin. Masalan, parvarish uchun bitta kompensatsiya olayotgan fuqaro aynan shu maqsaddagi boshqa to'lovni yana alohida ola olmasligi mumkin. Shuning uchun har bir holatda pensiya jamg'armasi va ijtimoiy xizmatlar orqali yozma aniqlik kiritish kerak. Men tomoshabinlarga buni aniq ajratib beraman. Agar siz yoki yaqinlaringiz 75 yoshdan oshgan bo'lsa, lekin qo'shimcha to'lov tushmayotgan bo'lsa, birinchi navbatda shoshilib xulosa qilmang. Avval to'lov shartlarini tekshiring. Agar pensioner yolg'iz yashasa, parvarishga muhtoj bo'lsa, mahalla buni bilsa-yu, lekin rasmiy hujjat yo'q bo'lsa, mana shu holatda xavotir olish va harakat qilish kerak. Chunki og'zaki ha, bu kishi qiynaladi degan gapning o'zi to'lov tayinlash uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar pensioner 75 yoshdan oshgan, lekin farzandlari bilan yashasa, tibbiy muassasa uni doimiy parvarishga muhtoj deb topmagan bo'lsa, ijtimoiy xizmatlar ro'yxatida alohida maqomi bo'lmasa, unda dartab 2.000 so'mgacha qo'shimcha to'lov chiqmasligi tabiiy holat bo'lishi mumkin. Bu nohaqlik degani emas.
bu to'lov manzilli yordam sifatida belgilangan bo'lishi mumkinligini anglatadi. Agar pensioner oldin qo'shimcha to'lov olib kelgan bo'lsa, lekin oshirilgan miqdor hali ko'rinmagan bo'lsa, bu holatda albatta tekshirish kerak. Sababi to'lov miqdori oshgan bo'lsa, eski ro'yxatda turgan fuqarolar bo'yicha qayta hisob-kitob qilinishi lozim. Lekin ba'zida tizimda ma'lumot yangilanmagan, bank rekvizitlari xato. Shaxsiy ma'lumotlar mos kelmagan yoki pensioner boshqa manzilga ko'chgan bo'lishi mumkin. Ana shunda pul kechikadi. Birinchi nozik jihat so'mgacha degan so'zga e'tibor bering. Bu aniq dardi-marham 1000 so'm degani bo'lmasligi mumkin. Ba'zi to'lovlarda maksimal miqdor ko'rsatiladi. Amalda esa shaxsning holati, toifasi yoki ilgari olayotgan to'lovi inobatga olinadi. Shuning uchun sizga 300 ming, 220 ming yoki 420 ming chiqishi masalasi aniq tartibga bog'liq bo'ladi. Agar sizga kamroq tushsa, darrov aldashdi demang, lekin albatta hisob-kitob asosini so'rang. Ikkinchi nozik jihat ro'yxatda kim bilan yashash masalasi. Ko'p hollarda pensioner aslida yolg'iz yashaydi, lekin uy daftarida yoki doimiy ro'yxatda farzandlari ham turadi. Farzandlar boshqa davlatda yoki boshqa viloyatda ishlayotgan bo'lishi mumkin. Lekin hujjatda ular bir manzilda ko'rinadi. Bunday vaziyatda pensionerni yolg'iz deb tan olish qiyinlashadi. Shuning uchun real yashash holatini tasdiqlash uchun mahalla dalolatnomasi, qo'shnilar izohi, ijtimoiy xodim tekshiruvi kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat tibbiy xulosa. Keksa odamning yoshi katta bo'lishi bilan parvarishga muhtojligi bir xil narsa emas. Kimdir daqim yoshda ham o'zi yuradi, bozorga boradi, dorisini oladi. Kimdir yetim 6 yoshda yotib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun parvarishga muhtojlikni shifokorlar tibbiy komissiya yoki tegishli tartibdagi xulosa tasdiqlashi talab qilinadi. Agar bu hujjat bo'lmasa, mahalla ham pensiya organi ham faqat og'zaki gap asosida pul tayinlay olmaydi. To'rtinchi nozik jihat to'lovni olish uchun ariza kerak bo'lishi mumkin. Odamlar hamma narsa elektron bo'lib ketdi, o'zi chiqadi deb kutib yuradi. Ayrim ma'lumotlar elektron bozor orqali olinadi. Lekin fuqaroning holatini aniqlash, parvarish ehtiyojini tasdiqlash, yashash manzilini tekshirish, bank kartasi ma'lumotini kiritish uchun baribir murojaat talab qilinishi mumkin. Shuning uchun kutaman, o'zi tushadi degan yondashuv ko'p hollarda pulning kechikishiga olib keladi. 5-nozik jihat qarzdorlik yoki ijro hujjatlari. Ba'zi pensionerlarning kartasida aliment, kredit, sud qarori yoki boshqa ushlanmalar bo'lishi mumkin. Qo'shimcha pul tushgan bo'lsa ham karta balansida to'liq ko'rinmasligi ehtimoli bor. Bunday holatda bankdan ko'chirma olish kerak. Chunki pensioner menga pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida esa tushgan. Lekin avtomatik ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Buni aniqlamasdan turib xulosa chiqarish noto'g'ri. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Pensionerning yoshini va pensiya hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, oxirgi oy pensiya tushumi bo'yicha ma'lumotlarni bir joyga yig'ing. Agar pensioner 75 yoshga to'lgan bo'lsa, tug'ilgan sana to'g'ri kiritilganmi? Pasport ma'lumotlari pensiya tizimidagi ma'lumot bilan mosmi? Shuni tekshirish kerak. Ikkinchi qadam. Pensioner qaysi toifaga kirishini aniqlang. U yolg'iz yashaydimi? Farzandlari bormi? Ro'yxatda kimlar turibdi? Doimiy parvarishga muhtojmi? Nogironligi bormi? Tibbiy xulosasi bormi? Mahalla uni ehtiyojmand yoki yolg'iz keksa sifatida biladimi? Shu savollarga aniq javob bo'lmasa, to'lov masalasi ham aniq bo'lmaydi. Uchinchi qadam, mahallaga murojaat qiling. Mahalla raisi yoki mas'ul xodimga 75 yoshdan oshgan pensioner uchun qo'shimcha to'lov yoki parvarish bilan bog'liq kompensatsiya bo'yicha holatni tekshirib berishingizni so'rayman deb ayting. Agar pensioner yolg'iz yashasa, mahalladan dalolatnoma yoki tegishli ma'lumotnoma so'rash mumkin. Murojaatni og'zaki emas, imkon bo'lsa yozma shaklida qoldiring. 4-qadam, tibbiy muassasaga boring. Agar pensioner haqiqatan ham parvarishga muhtoj bo'lsa, oilaviy poliklinika, shifokor yoki tegishli tibbiy komissiya orqali holatni rasmiylashtirish kerak. Oyog'i og'riydi, ko'zi yaxshi ko'rmaydi, o'zi ovqat qila olmaydi degan gaplar hujjatga aylanishi kerak. Shifokor ko'rikdan o'tkazadi, kerak bo'lsa xulosa beradi. Bu xulosa keyin ijtimoiy to'lovda tayinlashda muhim dalil bo'ladi. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. U yerda 75 yoshdan oshgan pensioner sifatida qaysi qo'shimcha to'lovlarga huquq borligini, dardi 1000 so'mgacha oshiriladigan
to'lov bizga tegishli emasligini tekshirib bering deb so'rang. Eng muhimi, javobni iloji boricha yozma yoki elektron shaklda oling. Yozma javob bo'lsa, keyin qayta murojaat qilish. E'tiroz bildirish yoki yuqori tashkilotga chiqish oson bo'ladi. 6-qadam, bank kartasi va tushumlarni tekshiring. Oxirgi 6 oy uchun bank ko'chirmasini oling. Ba'zan qo'shimcha pul alohida nom bilan emas, umumiy pensiya to'lovi ichida ko'rinadi. Masalan, oldin 20 million 1 ming tushgan, keyin 20 million 1 ming tushgan. Odam esa dardi 1 ming alohida yozilmabdi deb tushunmay qoladi. Bank ko'chirmasi va pensiya organindagi hisob-kitobni solishtirish kerak. 7-qadam. Agar rad javobi bo'lsa, sababini biling. Sizga tegishli emas degan umumiy gap yetarli emas. Nima uchun tegishli emas? Yoshi yetmadimi? Ro'yxatda yolg'iz emasmi? Tibbiy xulosa yo'qmi? Boshqa to'lov olayaptimi? Hujjat yetishmayaptimi? Sabab aniqlansa muammoni hal qilish mumkin. Sabab aniqlanmasa, odam bir idoradan ikkinchisiga yuraveradi. Men oddiy namunaviy mazmunni aytaman. Arizada shunday yozish mumkin. Men falonchi 70 yoshdan oshgan pensionerman. Menga pensiyaga qo'shimcha to'lov, parvarish yoki ijtimoiy yordam bo'yicha mavjud huquqlarimni tekshirib berishingizni, tirku debki 1000 so'mgacha oshiriladigan to'lov menga tatbiq etilishi yoki etilmasligi haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Zarur bo'lsa, ijtimoiy holatimni o'rganish va tibbiy xulosalar asosida tegishli tartibda to'lov tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Bu arizaga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank karta ma'lumoti, tibbiy xulosa, mahalla dalolatnomasi, yolg'iz yashashi yoki parvarishga muhtojligini tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, yaqin qarindoshi ishonchnoma bilan murojaat qilishi mumkin. Ayrim holatlarda ijtimoiy xodim uyga kelib o'rganish ham mumkin. Birinchi xato faqat mish-mishga ishonish. Qo'shnim oldi, demak menga ham kerak degan yondashuv noto'g'ri. Sizning hujjatingiz va toifangiz alohida tekshiriladi. Ikkinchi xato, yosh to'lganini kutib boshqa hech narsa qilmaslik. Agar to'lov uchun qo'shimcha shartlar bo'lsa, hujjatsiz pul chiqmaydi. Uchinchi xato, mahallaga og'zaki aytib qo'yish bilan cheklanish. Og'zaki murojaat unutilishi mumkin. Yozma murojaat esa iz qoldiradi. 4-xato, bank tushumlarini tekshirmaslik. Ba'zan pul tushgan bo'ladi, lekin pensioner umumiy summadan farqini sezmaydi yoki ushlanma bo'ladi. 5-xato. Rad javobidan keyin to'xtab qolish. Agar rad sababi hujjat yetishmasligi bo'lsa, hujjatni to'ldirib qayta murojaat qilish mumkin. Demak, asosiy javob shunday. 65 yoshdan oshgan pensionerlar uchun 1 ming so'mgacha oshadigan summa odatda hamma uchun avtomatik qo'shiladigan pensiya emas, balki belgilangan shartlarga bog'liq qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy yordamdir. U normativ tartib kuchga kirgan sanadan boshlab pensiya to'lovlari jadvali bo'yicha aks etadi. Kimlar oladi, kimlar olmaydi degan savol esa pensionerning yoshi, ijtimoiy holati, parvarishga muhtojligi, yolg'iz yashashi. Tibbiy xulosasi va hujjatlari to'g'riligiga bog'liq. Mening maslahatim, agar uyingizda 75 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, bugun hujjatlarni tekshiring. Mahalla, tibbiy muassasa va pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot oling. Kutib yurish ko'pincha pulning kechikishiga olib keladi. Har bir so'm pensioner uchun muhim, ayniqsa dori-darmon va kundalik xarajatlar oshib borayotgan paytda. Sizning oilangizda 75 yoshdan oshgan pensioner bormi? Qo'shimcha to'lov tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlari bor insonlarga yuboring.